Har bir davlatning tarixi, qadriyati va kelajakka intilishi uning davlat ramzlari, gerb, madhiya va bayroqda mujassam bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan bo'lib, bu sana nafaqat davlatchilik asoslarining, balki asrlar osha davom etgan ozodlik orzusining amalga oshganini anglatadi. Bayroq bu shunchaki to'rtburchak mato emas, balki milliy o'zlikni anglashning eng yuksak ifodasi, xalqimizning o'tmish va kelajak o'rtasidagi noyob ko'prigidir. Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'z o'rni bor ekan, davlat bayrog'ining nafaqat tarixiy, ramziy, balki ijtimoiy, siyosiy ahamiyati chuqur tahlil qilish fuqarolarimizda g'urur va mas'uliyat yukini yanada oshiradi. Bayroqning har bir rangi va belgisi ostida qanday falsafa yashiringanligini anglash vatanga daxldorlik tuyg'usini kuchaytiradi. Shu bois O'zbekiston bayrog'i nafaqat davlatning muqaddas ramzi, balki xalqning umumiy taqdiri, g'ururi va buyuk maqsadlarning joni desak adashmaymiz.